Assalomu alaykum do'stlar. Mana Xonobodda ishimizni ham tugatdik. Ko'ringlar, mana ishimizga o'zinglar baho beringlar. Shunchaki ko'rib qo'yinglar, klass bosinglar. Obuna bo'linglar. Kommentariyada o'z fikringlarni qoldiringlar. Yaqinlarga tarqatinglar. Ko'ryapsizlar mana ishimizni. Telefon xizmati kerak bo'lsa, tagiga nomerlarimizni chiqarib qo'yamiz, bemalol telefon qilishinglar mumkin. Har qanaqa posonda, xohlagan svetingizda tunikalarni qilib beramiz, xudo xolasa. Ko'ringlar, mana ishimizga baho beringlar. Uyda egasi qanday xohlasa shunaqa qilib beramiz mana. Bu yerda ham uyda egasi qanday xohlagan bo'lsa shunday qilindi. Xato kamchiliklariga o'zingizlar to'g'ri tushunasizlar. Kommentariyada o'z fikringlarni qoldiringlar. Xudo xolasa bugun tugatdik mana. Har safargi ishimizni video qilib joylaymiz. Ko'rib, baho berib, obuna bo'linglar. Klass boshi esdan chiqmasin. Klass ham bitta nima desam bo'ladi? Ehson. Klassda ayamasdan bosinglar. Klass bosinglar, sizlardan pul olmaydi, obuna bo'lsanglar pul olmaydi. O'xmasdan klass bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun mana biz harakatdamiz. Xudo xolasa, qanaqa o'z fikringlar bo'lsa qoldiringlar. Tagiga telefon nomerlarimni chiqarib qo'yaman. Telefon qiling.